Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Lola Zononova, jurnalist, notiq, life coach, oila maslahatchisi va oila psixologi. Bugun sizlarga bir ajoyib yangilik va yangi dastur bilan chiqyapman qizlar. Menga judayam ko'p ayollar murojaat qilishadi. Men ham o'qishni xohlayman. Kimdadir moddiy imkoniyat bo'lmaydi, kimdadir vaqt nuqtai nazarida imkon bo'lmaydi. Shuning uchun bu safar dasturim O'zbekistonning barcha hududiga yetib borishi uchun, barcha ayollarga manfaatli, xayrli bilim bo'lishi uchun, shu bilan birga barcha ayollar o'qishi uchun aynan o'ziga xos dastur tayyorladim. Buning o'ziga xosligi nima desangiz, bu 5 kunlik dastur. Men 5 kun siz bilan to'g'ridan to'g'ri jonli muloqot orqali ayrim mavzularni yoritaman. Xo'sh, ushbu dastur nima? Bugun ayni mana shu dasturning taqdimoti bilan sizlarni tanishtiraman. Dastur yaxshiyam borsan deb nomlanadi. Nega yaxshiyam borsan? Aslida biz judayam kamdan kam holatlarda o'zimizga yaxshiyam borsan demaymiz. O'zimizga rahmat demaymiz. O'zimizni yaxshi ko'rishimizni aytmaymiz. O'zimizni qayerdadir qadrlamaymiz. Lekin aslida eng birinchi rahmat aytish kerak bo'lsa, eng birinchi yaxshiyam borsan deyish kerak bo'lsa, bu inson aslida biz bo'lamiz. Shuning uchun ham yaxshiyam borsan degan iboramiz birinchi navbatda o'zimizga qaratiladi. Ikkinchi, yaxshiyam borsan nega desangiz, yoningizdagi yoringiz, juftingiz, halolingiz, sevgilingiz, oshig'ingiz, maftuningizga yaxshiyam borsan degani. Keyingisi, yaxshiyam borsan desak kim? Ota-onamiz, aka-opalarimiz, singillarimiz, yaqin birodarlarimiz yaxshiyam borsan deyilishi. Va undan keyin desangiz, farzandlarimiz, dilbandlarimiz, jigarlarimizga yaxshiyam borsan deyishimiz. Demak, ushbu nomning tanlanishi ham bejizga emas. Ya'ni ushbu ibora ayniqsa men uchun eng qadrli va hayotimda eng ko'p ishlatadigan iboram. Shuning uchun ham aynan ushbu iborani dasturga nom sifatida tanladim va mujidam borki, bu ibora har bir xonadonga kirib borsin. Bu ibora umuman kutilmaganda, hech ham bir o'ylamaganda yoningizdagi qadrdoningizdan eshitilsin yoki yoningizdagi qadrdoningizga siz tomonidan aytilsin. Yaxshiyam borsan. Demak, ushbu 5 kunlik dasturimizning birinchi kuni haqida gaplashamiz. Birinchi kunning mavzusi bu o'zlikni anglash. Boya aytganimdek, biz eng avvalo o'zimizni anglashimiz, o'zimizni tan olishimiz, o'zimizni qabul qilishimiz va muhimi o'zimizga rahmat deya olishimiz kerak. Aslida judayam ko'p ayollarni ishlaganim uchun, agar raqam kerak bo'lsa, 30 mingga yaqin ayollar bilan ishlaganim uchun, ular bilan muloqot qilganim uchun, ilm almashganim uchun ko'p bilaman, tajriba qilganman, kuzatganman va ayni mana shu holatlarda ayollar nega ilmga keladi desangiz, birinchi holatda o'zini yo'qotib qo'ygani uchun, o'zimni topolmayapman degan xabarlar, murojaatlar shu qadar ko'pki, aslida o'ylanib qolasan kishi, nahotki inson o'zini topish shunchalar qiyin bo'lsa? Ha, qiyin. Qiyin, chunki o'zim ham ayni mana shu psixologiya yo'nalishiga, din va islom yo'nalishiga, ya'ni din va ruhiyat yo'nalishiga o'zimni qidirib kelganman. Qidirib kelganda darrov topdimmi? Yo'q. Darrov topganim yo'q. Og'riqlar bilan, alamlar bilan, tan olmasliklar bilan, qabul qilmasliklar bilan va oxir oqibat qabul qilishlar bilangina o'zimni topdim. Ehtimol bu jumlani ko'p eshitgandirsiz. O'zingni qadringga yet, o'zingni top va hokazo. Kimgadir bu jumla erish tuyuladi. Kimningdir g'ashni keltiradi. Kim uchundir bu yot tushuncha. Lekin bu fikrni, tubini, mohiyatini anglasangiz, bejizga o'zligingni unutma deganimizni bilasiz. Aslida o'zlik nima u? Ayni mana shu savollarga javob bo'ladigan dastur bo'ladi. Aslida bilasizmi? Aslida qachon hammasi joyiga tushadi? Qachonki sizda javobi yo'q savollar javob topa boshlaganda sizda halovat bo'ladi. Bu dastur sizning ko'plab savollaringizga javob beradi. Dasturning ikkinchi kuni
asosiy mag'zi, asosiy yuragi bu turmush o'rtoq bilan go'zal munosabat. Yaxshiyam borsan deydigan holatga keltiruvchi munosabat. Aynan bizni ko'rib turgan hozirgi ayollarimizning orasida balki turmush o'rtog'idan ajralish yoqasida turgan, balki undan juda ham qattiq xafa bo'lgan, balki juda qattiq norozi bo'lgan ayollarimiz ham bordir va bu holatda men unga yaxshiyam borsan deya olmayman deydigan e'tirozlar ham bordir ehtimol. Va siz haqlisiz. Bunday holatga, bunday tuyg'uga, bu hissiyotga haqlisiz. Lekin birdam to'xtab, birdam ushbu dasturni eshitib, tinglab, tafakkur qilib, yoringiz uchun emas, aslo, o'zingiz uchun, bu qalbingizda halovatingiz uchun bir tinglab ko'ring. Umid qilamiz, fikrlaringiz o'zgaradi. Chunki aslida juft bilan, juft halol bilan go'zal munosabat uchun ham ilm kerak qizlar. Oilaviy baxt uchun, baxtli oila bo'lish uchun ham aslida ilm kerak. Ilm yo'q ekan, biz u baxtni tasavvur ham qila olmaymiz, tasavvur qilsak-da his qila olmaymiz. Va dasturimizdagi aynan oilaviy munosabatlar, juft bilan munosabatdagi eng asosiy holatdan biri bu kechirish. Bilasizmi, ikki inson, ya'ni oilada er va xotin yashayaptimi, demakki ular bir-birini kechirib yashayapti. Balki tasavvur ham qila olmaysiz, yo'q men uni kechira olmayman deyish mumkin, lekin 1 yilmi, 5 yilmi, 10 yilmi, 15 yilmi hayot kechiryaptimi, demak ular bir-birini kechiryapti. Qayerdadir kechiryapti. Kechira olmayotgan jihatlari ham bor albatta. Kattaroq og'riqlar kechirilmasdir ehtimol sizning nuqtai nazaringizda. Lekin aslida har bir holatni kechirish mumkin. Hattoki u inson bilan yashab ketmasligingiz ham mumkin. Lekin yashab ketmagan taqdiringizda ham kechirib qo'yib yuborishingiz ham mumkin va aslida eng to'g'risi mana shu bo'ladi. Shuning uchun ushbu dasturda yoringizni undan oldin o'zingizni ham kechirishni o'rganamiz. Dasturimizning 3-kuni ham aynan jufti halolimiz bilan, sultonimiz bilan, qalbimizdagi yorimiz bilan munosabatga bag'ishlanadi. Chunki bu munosabatlar shunchaki oson, yengilgina bir vaqtda darsda o'ziga kelib qoladigan munosabatlar emas. Shuning uchun dasturning 3-kuni ham aynan yoringiz bilan bo'ladigan muloqotga bag'ishlanadi. Ya'ni siz uni taniy boshlaganingizdan keyin, anglay boshlaganingizdan keyin, qaysidir ma'noda kechirib boshlaganingizdan keyin haqiqiy, samimiy muloqotga o'ta boshlaysiz. Va o'rtangizda yillar davomida gaplashilmagan suhbatlar, yillar davomida ko'tarilmagan mavzular ko'tarilish uchun taqdim etadigan bilimlar bor. Ya'ni eshitilmagan qalblar eshitila boshlaydi. Tushunilmagan so'zlar tushunila boshlaydi. Gapirilmagan gaplar tilga chiqa boshlaydi. Va aslida eng katta er-xotin munosabatidagi muammo ham gapirilgan gaplar emasmi? Dasturda esa aynan shuni o'rganamiz. Dasturimizning 4-kuni bu dilbandimiz, farzandimiz, ko'z nurimiz, oqu qoramiz bu bizning farzandlarimiz. Ya'ni aynan farzand bilan munosabat. Judayam ko'plab minglab ayollardan farzand tarbiyasi, farzand bilan muloqot masalasida ayollarimiz murojaat qilishadi. Va ayni shu murojaatdan kelib chiqqan holatda dasturimizga bolalarimiz bilan murosa qilish ilmlarini ham qo'shdik. Ochig'i bu men uchun oson emas. Buni qayerdadir o'qib, qayerdadir eshitib sizga gapirmayapman. To'g'ri, bu ilmga kelib alhamdulillah nihoyat ko'p ilmlar olishga harakat qilyapman, olyapman, lekin ilm qancha ko'p bo'lsa hech narsa bilmasligingizni bilasiz va qancha ilm olmang, uni ichida saralanganlarnigina hayotingizda yashaysiz. Men esa o'sha faqat yashaganlarimnigina sizga bera olaman. Yashamaganlarimni bera olmayman. O'rganganlarimni shunchaki sizga uzata olmayman. Uni filtri o'zim bo'lishim kerak. O'zimda filtr qilmagunimcha sizga biror bir bilimni bera olmayman. Va bu mening asosiy qadriyatim va an'anam. Shuning uchun farzand tarbiyasida ham aynan o'zim yashab o'tgan og'riqlar, o'zimning eng kuchli og'riqli kechinmalarim va ilm orqali Allohning fazli bilan qanday qilib bu og'riqlardan muhabbat bilan, yengillik bilan, go'zal bir iliqlik bilan o'ta oldim. Ayni mana shu bilimlarni sizga berishga qaror qildim. 5-kunimiz esa bu shaxsiy rivojlanish. Ana endi biz o'zligimizni angladik. Turmush o'rtog'imizni qisman qalbini anglashga, uni tushunishga harakat qildik.
kechirishga harakat qildik. Va ular bilan 3-kun samimiy munosabat va samimiy muloqotga kirishdik. 4-kun esa o'sha juftimizning o'zimiz bilan bo'lgan muhabbatidan dunyoga kelgan farzandlarimiz bilan chiroyli murosai madora darsini ham o'tdik. Endi shaxsimizni, o'zimizni, fikrimizni rivojlantirish darsi bo'ladi. Va bu darsda siz o'zingizni, maqsadlaringiz, o'ylaringiz, rejalaringizni topa boshlaysiz. Ko'p ayollarga savol berganman, maqsadingizni bilasizmi desam, ha deb yengilgina o'tib ketishgan. Lekin to'xtang. Haqiqiy maqsadingizni to'xtab menga ayta olasizmi deganda, juda ham ko'pchilik to'xtab qoladi. Hozir sizga ham aytmoqchiman, maqsadingiz nima hayotda? Aslida bu savolning javobi siz o'ylaganday oson emas. Maqsadimiz nima ekanligini topib olish uchun ham qarangki, ilm kerak. Shunday qilib, bizning 5 kunlik dasturimiz ayni mana shunday modullarga, mavzularga, ilmlarga bo'linadi. Ishonaman, bu bilimlar ko'plab xonadonlarga inshaalloh halovat olib kiradi. Ko'plab qalblarga sakinat olib kiradi. Ko'plab bolajonlar onasini boshqatdan kashf qiladi va ko'plab ayollar o'z maqsadini anglab, haqiqiy to'g'ri yo'lga inshaalloh tushib oladi. Bu yo'lda sizlar bilan birga bo'lishdan, sizlarga qaysidir ma'noda yo'lchi yulduz bo'lishdan nihoyatda quvonaman va ishoning, ushbu dastur o'zi 5 kunlik bo'lish bilan bir qatorda narx nuqtai nazardan juda ham katta bo'lmagan summa bo'lish bilan bir qatorda sizga dunyolarni beradi. Sizga olamlarni beradi. Agar siz bunga tayyor bo'lsangiz. Chunki dasturlar bor, minglab ayollar o'qishadi va minglab ayol o'zgarmaydi. Dasturlar bor, kurslar bor, darslar bor, ayollar keladi. Hamma ham o'zgarmaydi. Nega degan savol beradigan bo'lsak, bu kimga bog'liq? Inson o'ziga bog'liq. Eng avvalo agar ayol xohlasa, u dunyoni qo'lga oladi. Istasangizgina. Agar o'zingizni, hayotingizni, oilangizni, farzandlaringizni va umuman qarashingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, siz to'g'ri manzildasiz. Va dasturimizning formati qizlar onlayn formatda bo'ladi. Onlayn bo'lsa-da aslida men barchangizni his qilaman odatda va ko'p sizning o'zingizni yozganlaringizdan ham bilaman, siz ham meni his qilasiz. Aynan 5 kunda savollaringizga javoblar olasiz. Ochig'i hozir juda unaqa bir baland parvoz gaplarni aytmoqchi emasman, lekin aniq bilaman, qaysi ma'noda. Avvalo Allohning fazli, o'zimni odatimni bilaman-da, ya'ni ko'p narsa berishni xohlayman. Ko'p narsa bilishingiz uchun harakat qilaman va konsultativ efir bo'lishiga ishonaman. Chunki ana o'sha dars davomida, sizning savollaringizga javoblar davomida kerakli texnikalar ham beriladi va siz buni olib o'sha paytni o'zidayoq qo'llab, o'sha paytni o'zidayoq o'zgarishlarni ola boshlashingizga aniq ishonaman. Avvalambor Allohdan umidvorman va sizlarga ham ishonaman. Nega? Negaki siz boshqachasiz. Men auditoriyam boshqacha. Hamma kabi emas. Sizga ham shuning uchun alohida ishonaman. Agar siz ushbu darslikni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak sizda darslikni maxsus bonus narxda olish imkoniyati bor. Chunki bu darslikni ko'rmasdan turib bizga Instagramdan, Telegram orqali dasturni ko'rmay turib yozilganlarning chegirmasi butkul boshqacha bo'ladi. Shuning uchun aynan bugun siz ushbu dasturni olishingiz uchun pastdagi havolani bosing va yaxshiyam borsan dasturini qo'lga kiriting.